Assalomu alaykum yana bir bor. Bu video davomida yuqoridagi videoda aytib o'tganimizdek hisobotlar bilan shug'ullanamiz. Ya'ni hisobotlar bo'limida nimalar mavjud? Xaridorlar hisobotlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xomashyo beruvchilar hisobotlarini, xodimlar hisobotlarini va umumiy korxonaning hisobotlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xaridorlar hisobotlaridan boshlaymiz. Xaridorlar hisobotlari tugmasini bosganimizda mana shunaqa formamiz ochiladi. Bu yoqdan qaysi xaridorni hisobotini ko'rishimiz kerakligini belgilab olamiz. Bu yerda ham qidirish tugmasi mavjud, qidirish bo'limi mavjud. Kerakli xaridorni ismidan qidirib topib olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, Salim akani hisobotlarini ko'ramiz. Salim akani hisobotlarida xuddi mana shu ko'rinishda telefon raqami, hozirgi qarzdorligi va oxirgi xarid sanasi ko'rinib turadi. Hisobot tugmasini bosamiz. Hisobot tugmasini bosganimizda bizda mana shunaqa xaridor hisobotlari bo'limi ochiladi. Bu yoqda chap tarafda ko'rishimiz mumkin. Xaridor Salim aka, telefon raqami shunaqa, oxirgi hisob sanasi 3006, oxirgi hisob summasi 1 million so'm bo'lgan ekan. Hozirgi qarzdorliklari 185 ming so'm plyusdalar. Bizda ya'ni pullari bor. Keyingisi umumiy xarid summasi, umumiy bizdan sotib olgan mahsulotlar summasi 1.315 ming so'm bo'lgan ekan. Umumiy to'lovlari 2 million 500 ming so'm bo'lgan ekan. Vazirat qilmaganlar. Bu yoqda har bir mahsulotimizni umumiy hisobda necha donadan xarid qilganlar. O'shalarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. O'sha har bir mahsulotimizdan umumiy hisobda necha donadan xarid qilganlar. Ularni ko'rib tursak bo'ladi, ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda o'sha ro'yxatlar, xarid qilingan mahsulotlar ro'yxati. Bu yoqda qilingan to'lovlar, agar vaziratlari bo'lsa, bu yoqda ko'rinadi. Endi shu yerning o'zidan ham mana bu chek ustuni mavjud. Shu yerdagi sana va vaqt ustiga bossak, o'sha vaqtdagi nakladnoylarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yoqda X tugmasi mavjud. X tugmasini bossak, biz shunchaki xaridor hisobotlaridan bosh sahifa bo'limiga qaytamiz va yana arxivlash tugmasi mavjud bu bo'limda. Agar arxivlash tugmasini bossak, mana Salim akaga tegishli barcha ma'lumotlar tozalanadi. Sotuvlar, qilingan to'lovlar, vaziratlar barchasi tozalanadi va oxirgi hisob sanasi va oxirgi hisob summasi yangilanadi bugungi sana bilan. Ya'ni o'sha arxivlagan sanamiz bilan yangilanib boradi. Endi biz ushbu Salim akani hisobotlari, o'sha biz arxivlab yuborgan hisobotlar qachondir kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, arxiv bo'limidan xaridor hisobotlari bo'limida mana Salim aka 185 ming so'm puli bor. Shu sana va vaqt ustiga bir marta sonchani bossak, o'sha vaqtda biz arxivlab yuborgan hisobotlarni qayta ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi xomashyo beruvchi hisobotlar, ya'ni ta'minotchilar. Ta'minotchilarda ham xuddi shunaqa. Kerakli ta'minotchini belgilaymiz. Masalan, Aziz akani belgilaylik. Hisobot. Aziz akadan biz faqat mahsulot xarid qilibmiz, to'lov qilmagan ekanmiz. Oxirgi hisob summasi 2 million so'm bo'lgan ekan, hozirgi qarzdorligimiz 10 million so'm. Umumiy xarid summasi 8 million so'm, to'lov qilmaganmiz. Sement 10 tonna sement xarid qilgan ekanmiz Salim akada. Bu yoqda ham xuddi shunaqa X tugmasi orqali shunchaki bosh sahifaga qaytamiz. Arxivlash tugmasidan xuddi avvalgi xaridorlar hisobotlari kabi ushbu ta'minotchini barcha hisob kitoblarini tozalab yuborishimiz mumkin bo'ladi. Mana oxirgi hisob sanasi va summasi yangilandi. Bu ma'lumotlar ham agar keyinchalik kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, yana arxiv bo'limidan mana dillerlar hisobotlari degan joy bor. O'sha joydagi sana va vaqt ustiga bir marta bosib, sichqonchani o'sha vaqtdagi biz tozalab yuborgan barcha ma'lumotlarimizni qayta ko'rishimiz mumkin bo'ladi.
Keyingisi xodimlar hisobotlari. Xodimlar hisobotlarida ham xuddi avvalgi ko'rinishda kerakli xodimimizni belgilaymiz, hisobot tugmasini bosamiz. Bu yerda ushbu xodimimizni barcha ishlab chiqargan mahsulotlari, unga qilingan to'lovlar va hokazolar qo'shimcha xizmatlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. O'zini sana va vaqti bilan. Bu yerda ham xuddi shunaqa arxivlash tugmasini bosamiz va ushbu ma'lumotlarni keyinchalik kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, mana bu yoqdan xodimlar hisobotlari bo'limidan xuddi avvalgi ko'rinishda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va keyingisi umumiy hisobotlar. Umumiy hisobotlar bo'limini ochganimizda bizda bugungi hisobotlar haftalik, oylik va yillik hisobotlarni ko'rish imkoniyati mavjud bo'ladi. Bugungi hisobotlarni bosgan vaqtimizda hozirda umumiy nimalar mavjud bu yerda? Chap tarafda umumiy qarzdorlik summasi 17.830.000 so'm. Biz korxonamizning umumiy qarzdorligi mavjud. Ya'ni ta'minotchilardan. Umumiy haqdorlik summasi 3.315.000 so'm. Xaridorlarda bizda pulimiz bor. Umumiy xomashyo summasi xaridorlar, bu qarzdorlikda xodimlar va ta'minotchilar umumiy summasi hisoblanadi. Umumiy haqdorlikda xaridorlarimiz bizdan bo'lgan qarzdorligi, umumiy xomashyo summasi omborda mavjud 51.585.000 so'm ekan. Umumiy mahsulot summasi 10.950.000 so'mning mahsulotimiz bor ekan. Bu yerda yana korxonaning umumiy holatidan bo'lim mavjud. 48.020.403 so'm bizning korxonamiz hozirgi kunda foydada ketmoqda. Bu yoqda bular asosan kunlik. Biz mana bu tugma orqali adashmasam biz ma'lumotlarni kechagi sanada saqlaganmiz. O'shaning uchun faqat kechagi sanani tekshirishimiz kerak bo'ladi. Bu yoqda o'sha kalendardan kerakli sanani topib olishimiz mumkin bo'ladi va hisob tugmasini bir marta bosib yuboramiz. Va kechagi sanada umumiy 4.415.000 so'm sotuv amalga oshirgan ekanmiz. 1.600.000 so'mlik vazorat qabul qilganmiz. Bu yerda 5.5 million so'm to'lov qabul qilibmiz. 2.5 million so'm naqd ko'rinishda, dollar yoki naqd, 3 million so'm hisobga. Ya'ni yo klik yo перечисление. Umumiy xarajat qismimiz 5.5 million so'm. Buni bu yoqdan oladi. Umumiy xarajat summasi 18.100.000 so'm. 18.100.000 so'm naqd ko'rinishda xarajat qilamiz kechagi sana bo'yicha. Mavjud summa. Bu asosan kunlik sotuvlarni hisobini oladi. Faqat bir kunlik hisobotlarni ko'rganimizda, ya'ni kassamizda qancha miqdorda naqd pulimiz mavjud. Bu hozir minusga chiqib ketgan, chunki qabul qilingan to'lovdan ko'ra qilgan xarajatimiz ko'proq chiqyapti. O'shaning hisobiga 12.600.000 so'm minusda xullas. Naqd ko'rinishda 15.600.000 so'm, hisobda 3 million so'm pulimiz bo'lishi kerak aslida. Endi buni asosan o'sha qabul qilgan to'lovlarimizga nisbatan ko'proq xarajat qilganimiz uchun mana bu pullar minusda ko'rsatilmoqda. Va bu yerda barcha mahsulot turlarimiz, omborda mavjud miqdorlarni shu yerning o'zida ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Sotuv miqdorlarini o'sha birinchi sanada rotba mahsulotimizdan 70 dona, shpaklyovkadan 70 dona, kafelniklardan 30 dona sotibmiz. Ishlab chiqarish. Ushbu mahsulot turlaridan necha donadan ishlab chiqardik mana shu sanada va vazivrat. Qancha vazivrat qabul qildik. Endi bu yoqda har bitta mahsulotimizni, sotilgan mahsulotimizdan mana bu sotuv miqdoridan qancha foyda keltirdi, uni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, rotba mahsulotimiz 70 dona sotilgan ekan, 542.488 so'm foyda keltiribdi bizga. Shpaklyovkadan 434.000
38 so'm, kafilnikilardan 337.088 so'm. Xuddi shu ko'rinishda qaysi mahsulotimizdan qancha foyda kelayotganini ham tekshirib turishimiz mumkin bo'ladi. Va bu yerda keyingisi xomashyolarimizni ham bemalol ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda xomashyo turlari, mavjud miqdorlar, sotuv miqdorini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va kirim miqdori. Mana shu kechagi sanada mana shuncha xomashyo qabul qilibmiz. Ularni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yoqda vaziyatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va ishlatilgan miqdor. O'sha birinchi chistoda qaysi xomashyomizdan qancha miqdorda ishlatilgan. Ya'ni tayyor mahsulotga ketgan miqdorlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi va bu yerda ham xuddi shunaqa keltirgan foydasi bor. Ya'ni sotuv orqali qancha daromad ko'rdik ushbu xomashyo turimizdan. Gips sotgandik, esingizda bo'lsa avvalgi videoda 15 ming so'm ushbu xomashyomuz bizga foyda keltiribdi. Endi xuddi shu ko'rinishda mana bu masalan shu yerni o'zida ham haftalik yoki oylik hisobotlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Masalan mana bu kalendar orqali iyul emas, masalan iyunning birinchi sanasidan bugungacha Сегодняni bossak, bugungi sana avtomatik yangilanadi. Hisob tugmasini bossamiz va mana shu sanalar oralig'idagi barcha qilingan to'lovlar, qabul qilingan xomashyolar, sotilgan mahsulotlarni ham ko'rib turishimiz mumkin bo'ladi har doim. Bu yana ham osonroq nimasi, masalan oylik hisobotlar kerak bo'lsa, oylik hisobotlarni bosamiz. Ushbu bir oy oxirgi 31 kundagi hisobotlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yillik hisobotlarda ham xuddi shunaqa. Masalan, yillik hisobotlarni bosganimizda bizga bir yil davomida qilingan barcha foydalar, sotuv miqdorlar va hokazolarni bemalol ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yoqdan alohida sanalarni kiritmasdan. Buning uchun kerak bu kalendar asosan qaysidir ma'lum sana, masalan 25-iyundagi ma'lumotlar kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, faqat ikkalasiga ham 25-iyunni belgilaymiz. Masalan iyun bo'lsamiz 25. Bu yoqda ham xuddi shunaqa iyun 25-sana. Aynan mana shu 25-sanada nimalar sodir bo'lgan korxonada. Ularni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu yerda biz yana mana bu yoqdagi ko'rish tugmasi orqali, ko'rish tugmasini bosamiz. Ko'rish tugmasi orqali biz xarajat va qabul qilingan to'lovlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yoqda mana xarajat summasi, to'lov turi qanaqa, valyuta turi, ya'ni bu yoqda izohlari. Xomashyo uchun aslida akaga to'lov qilgan ekanmiz. Bularni alohida ushbu sanalar oralig'ida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qabul qilingan to'lovlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi bu yerdan. Va umumiy summalarini. Masalan, xomashyo uchun aslida akaga umumiy hisobda 14,5 million so'm to'lov qilamiz. Xomashyo uchun Kamol akaga 10 million so'm. Bu masalan hafta davomida yoki yil davomida bu miqdorlar ko'payib umumiy hisobda qancha to'lagan summamizni bu yoqda avtomatik ravishda ko'rsatib beradi bizga dastur. Bu yoqda ish haqi uchun aynan Sarvar akaga qancha to'lov qildik, aynan Asror akaga yoki mel uchun qancha to'lov chiqardik, sement uchun qancha to'lov chiqardik, non uchun mana bu qo'shimcha xarajatlarimiz bor deysizda bo'lsa, ular uchun ham qancha to'lov chiqarganlarimizni bemalol ko'rib turishimiz mumkin bo'ladi. Va bu yerdan qabul qilingan to'lovlar, aynan xaridor Salim aka umumiy hisobda qancha to'lov to'laganlar yoki Zarif aka, ularni ham ko'rib turishimiz mumkin bo'ladi. X tugmasini bossak biz yana umumiy hisobotlar bo'limiga o'tamiz va bu yerda ham arxivlash tugmasi mavjud. Arxivlash tugmasi orqali biz barcha ma'lumotlarimizni tozalab yuborib dasturni bir tozalab yuborishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, arxivlash tugmasini bosamiz. Qani bosamiz.
va X tugmasi bilan bosh sahifaga qaytamiz. Endi biz masalan hisobotlarda umumiy hisobotlar, yillik hisobot. Mana shu 1 yil oralig'idagi barcha sotuvlar, vazifratlar, ishlab chiqarilgan miqdorlar, sotuv miqdorlari o'chib ketadi. Ombor holati lekin o'zgarmaydi, chunki omborda baribir mahsulotlarimiz qolgan bo'ladi. Ular o'zi o'chmasligi kerak. Xullas sotuv miqdorlari barchasi tozalanadi. Bu yoqda faqat bizni umumiy qarzdorlik summalarimiz o'zgarmay qoladi. Umumiy haqdorligimiz, xomashyo summasi, umumiy mahsulot summasi va korxonaning umumiy holati ham o'zgarishsiz qoladi. Har doimgidek. Endi bu ma'lumotlar masalan tez tozalab turishni tavsiya qilmayman. Asosan 1 yilda bitta korxonani hisobotlarini bitta ko'rib olganingizdan keyin 1 yildan keyin masalan dastur o'zini qotishni boshlashi mumkin. Ma'lumotlar juda ko'payib ketgandan keyin o'sha vaqtda bir arxivlab yuborishingiz mumkin. Bu ma'lumotlarni ham arxiv varog'ida, arxiv bo'limida, umumiy hisobotlar bo'limidan topishimiz mumkin bo'ladi. Sana va vaqti, o'sha vaqtdagi korxonaning umumiy holati ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu ko'rinishda o'sha vaqtda nimalar sodir bo'lgan, o'sha mana shu arxivlangan sanalardagi barcha ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hisobotlar bo'limi shulardan iborat. Endi sizga dasturni qo'shimcha funksiyalari bilan tanishtirib o'taman. Bu yoqda blok mavjud, ya'ni siz o'zingiz qayergadir chiqib ketyapsiz, dasturni qulflab chiqib ketishingiz mumkin bo'ladi. Esingizda bo'lsa biz login parol qo'ygandik, admin. Parolimiz 4 ta 1 edi. Parolimiz 4 ta 1 edi. Biz admin logini bilan dasturga kirganimizda bizga barcha amallarni bajarish huquqi beriladi. Va yana hozir admin varog'ida, admin bo'limida tugmamiz yoqilgan, ya'ni administratsiya yoqilgan. Bu yoqdan dasturni yopganimizda dastur avtomatik ravishda o'zini saqlaydi. Hech qanaqa nimalar bo'lishi shart emas. Alohida saqlanib qilib yopish shart emas. Dasturga kirgan vaqtimizda o'sha admin varog'idagi tugma administratsiya, ya'ni yoqilgan bo'lsa, mana bu forma orqali bizdan login parol so'raladi. Masalan, login admin logini bilan kiramiz. 4 ta 1 parolimiz edi. Bu yerda hozircha faqat admin logini bor ekan. Bu yerdan qaysidir xodimimizga login parol beraylik. Masalan, Asror akaga login Asror parolni ko'pga qo'yamiz. Dasturni yopamiz va yana qayta ochamiz. Endi biz admindan boshqa login bilan kirganimizda biz shug'ullanishimiz mumkin bo'lgan narsalar faqat sotuv, nakladni chiqarishimiz mumkin va to'lovlar qabul qilishimiz mumkin. Mana bu umumiy hisobotlar, xaridor hisobotlari, xomashyo beruvchi hisobotlar, xodimlar hisobotlari, ularni ko'rish imkoniyati bo'lmaydi admin loginidan boshqa login bilan kirgan foydalanuvchilarga. Masalan, umumiy hisobotlarga o'tsamiz, biz xohlasak ham umumiy hisobotlar bo'limini ochib bermaydi dastur bizga. Admin logini bilan kirganimizda bo'lsa, bizga yana avvalgidek barcha ma'lumotlarni ko'rish imkoniyati mavjud bo'ladi. Xullas, dastur shundan iborat. Video ostida telefon raqamlarimiz, Telegram manzillarimiz mavjud. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Agar sizga qiziq bo'lsa, xursand bo'lamiz. Va hali yana videolar chiqadi. Keyingi videomiz oyna kesib sotish korxonalari uchun bo'ladi.
90% gacha avtomatlashtirishga yordam beradi ushbu dastur. Ushbu dasturning ham videolari yaqin kunlarda chiqadi. Hozircha bu videoga baho bering va ishlab chiqarish biznesi bor do'stlaringiz bilan ulashing. Katta rahmat hammaga.